temir yo'l ulanish natijasida o'zi gaz transport halqasi yuzaga kelishi haqida ko'p bot tergov olinadi. Lekin Afg'onistondagi mana shu iqtisodiy loyihalarni yana kechiktirilishligi bu loyihalarni ham barbod qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun buni ortidagi ko'plab maqsadlar faqat shu mojaro bilan bog'liq bo'lmaganga o'xshaydi ko'proq. O'ktam aka. Hozir ekspertlarimiz hammasini ichki tashqi omillarni aytishdi. Demak, bunday qaraydigan bo'lsa, 2021-yil Tolibon ikki ma'muriyat hokimiyatga keldida. Asosiy uni qo'llab-quvvatlagan olib kelgan davlatdan o'zi bittasi Pokiston edi. Eslangizda bormi, 2021-yil mana o'sha paytda ISIA, Pokiston razvedka xizmatining rahbari Hamid Faiz Pokistonga kelgan. Hattoki Panjikentda ololmay turgan vaqtda Pokiston dronlarga samolyotlar urib bergan kirish joyini, chunki anklav hududni ololmay turdi oxirida. O'shanday ma'lumotlar ham chiqdi. Lekin keyingi 2021-yil voqealardan keyin ssenariy boshqacha bo'ldiki, hokimiyatga kelgandan keyin Pokiston o'zi qarshi chiqishlar boshlandi. Shu bilan birga Pokiston hududida 2007-yildan boshlab aytganimizdek, Pokiston Tolibon harakati faollashib qoldi. Endi bu yerda nega degan masala, nima uchun aynan bu harakat vujudga keldi degan masala. Mayli, geosiz jihatlarni aytdi, yana bir takrorlab o'tsak. Ayni manbalar aytsa, aynan Pokiston Tolibon harakati vujudga kelishiga sabab Amerika Qo'shma Shtatlar ta'siri ostida shakllangan. Nima uchunki, sababi bu yerda turgan kuch Pokiston ma'muriyati ustidan nazorat o'rnatish imkonini beradi. Ya'ni aynan mana shu yerda shakllangan Pokiston Tolibon harakati, demak, ma'lum ma'noda Pokiston amaldagi hukumatini, demak, tashqi ta'siriga berilib ketish yoki markazdan qochish yoki Amerika ta'siridan chiqish imkoniyatidan bosim sifatida ushlab turish imkonini yaratadi. Endi buni nima uchun yaratishga to'g'ri keldi, shakllanish omili vujudga keldi desak, bilamizki, 1947-yil Pokiston mustaqil bo'lgandan beri eng yaqin dushmani demak bu Hindiston raqobatchisi. Unga eng yaqin yordam beradigan tarafdoshi bu bilamiz Xitoy. Hattoki Kashmir Akchansi viloyatini bosib olgan Pokiston xayrixohlik bildirganligi yoki Shimoliy Muz hududlarini Pokiston hududiga sovg'a qilib yuborilgani Kashmirda Xitoy bilan borgan sari tubori munosabati rivojlanib borgan. Va hattoki mana hozir Xitoyda bir kamar bir yo'l loyihasi doirasida Shimoliy iqtisodiy koridor ham aynan Pokiston orqali o'tishi kerak. Aynan mana shu hududlarda bugungi kunda Pokiston Tolibon harakati o'tiribdi. Demak, bu yerda o'ylashimcha albatta geosiyosiy omillar borki, sababi aynan atrofdagi mintaqani va davlatlar nazoratda ushlab turish omili ham. Shu nuqtai nazardan hozirgi kunda bekorga tez kurashlar, urushlar vujudga kelmayapti, to'qnashuvlar. Demak, bu yerda o'ylashimcha boyaga yuqorida aytgandek tashqi, demak, geosiyosiy omildan hisobga olish kerak bo'ladi. Misol, mana e'tibor beradigan bo'lsak, Tolibon oxirgi paytlarda Hindiston bilan juda ko'p yaxshi, qalin munosabatlar o'rnatyapti va mana shu paytda biz bir tahlil qilishimiz mumkinmi? Hindiston Tolibonni qo'li bilan Pokistonga qandaydir bir zarbalar berayotgan bo'lishi mumkinmi? Endi haligi o'sha Tolibon hokimiyatga kelgan paytida ham o'sha elchixonasini yopmagan, oxirigacha o'sha yerda elchixonasi faoliyatini yuritgan davlatlardan bittasi ham Hindiston bo'ladi. Va o'sha dunyo tan olmagan paytda ham diplomatlari Qabulga tashrif buyurgan, rasmiylar bilan uchrashuv o'tkazgan. Va bu Tolibon rahbarlari ham Deobandi o'sha madrasalarga borgan edi. Ha, albatta. Endi bu yerda bir narsa borki, albatta, ya'ni o'sha ko'p tilga olinadigan Tolibonni qandaydir bir Pokiston uchun muammoli bir aktorga aylantirishlik doimiy ravishda Tolibon Pokistonni e'tiborini Afg'onistonga qaratib turadi-da. Men bu Hindiston bilan bo'ladigan ziddiyatlarda bu juda muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Ikkinchidan esa Tolibon baribir tashqi tan olinishga doim ehtiyoj sezadi. Kim iqtisodiy yordam ko'rsatsa yoki uning u bilan bog'liq bo'lgan loyihalarni ilgari sursa yoki xalqaro maydonda uni siyosiy, ya'ni o'sha hozirgi Afg'onistonning muvaqqat hukumatining legitim manbai sifatida ilgari suradigan bo'lsa, o'sha mamlakatlar bilan munosabatlar yaxshi. Ya'ni nima demoqchiman, Hindistonni bu yerdagi asosiy bir harakati albatta Pokiston bilan bog'liq, lekin Tolibonni o'zini ham bu yerda ehtiyoji bor. Ya'ni ular tezroq xalqaro tan olinishni istaydi, o'sha aktivlarni buzilgan aktivlarni qaytarilishini istaydi va o'zidagi mavjud potensialni ro'yobga chiqarishni istaydi. Ya'ni uzoq vaqt bunday katta hudud, bunday katta xalq, 40 milliondan oshiq hudud bunaqa yopiq holatda, cheklangan bir yopiq holatda bo'lishi qiyin. Va bu yana bir tarafi borki, bu konspirologik fikrlarga ham o'xshaydi. Ya'ni Tolibonni o'zi mavjudligi qandaydir ma'noda bu mintaqada efirdan oldin gaplashgandek o'ziga xos bir islomizatsiyaga qarshi kurash vositasi ham bo'lishi mumkin.
chunki Hindistonda o'zida bir qancha terrorchilik hujumlari bo'ldi-ku va ularda ko'pincha o'sha Pokistonni ayblab keladi. Kashmirdagi vaziyat. Kashmirdagi vaziyatda ham, masalan, bir Mumbaydagi portlashlarda ham, undan oldin bo'lgan portlashlarda ham doim Pokistonni ayblab keladi. Va Tolibonni qandaydir bir faollashuvi, bu hududdagi o'sha azaliy muammolar qaytalanishligi asosiy fokus endi Hindiston emas, ya'ni Afg'onistonga qaytarilib qolishligiga olib keladi deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda ko'proq mana shunday bir taktik qadamga ko'proq o'xshaydi. Mana men aytib o'tadigan bo'lsam fikrimni, demak, to'g'ri aytdilar Muxtor akalar. Mana 2021-yil Tolibonni hokimiyatga qo'llab olib keldi Pokiston deylik. Maqsad nima edi? Maqsad Pokiston ustidan, Afg'oniston ustidan Pokiston nazorati o'rnatilgan holda Markaziy Osiyoga kirish, janub yo'laklariga ega bo'lish. Bevosita Markaziy Osiyoga qulay imkoniyat tashlash hamda janubga chiqadigan dengiz yo'l tranzit koridorlari ustidan to'liq Pokistonga iqtisodiy va strategik imkoniyat berardi. Mana shu maqsad qilingan edi. Demak, albatta bu maqsad endi Hindistonga bu to'g'ri kelmaydi. Bilasiz, Markaziy Osiyo bo'yicha Hindiston bilan Pokiston raqobati ham baribir mavjud. Tem bo'le bugungi kunda Hindistonning Viksit Bharat 2047 degan strategiyasi bor. Ya'ni 2047-100 yilligiga, mustaqil 100 yilligiga to'lish davrida dunyoning 3-iqtisodiyotga aylanishi kerak. Ular plani bo'yicha. 3-iqtisodiyot uchun xom maishiy resurslari, diversifikatsiya masalasi qayerdan? Demak, Markaziy Osiyoga asosiy rezerv mintaqa sifatida yoki diversifikatsiya qilingan yo'nalish sifatida qarash Hindistonda ham shakllangan. Demak, agar Pokiston markaziy Afg'onistonda va Markaziy Osiyo ustuvorligiga ega bo'ladigan bo'lsa, demak, o'zaro raqobatda, demak, Hindiston uchun bu strategik qanaqadir mag'lubiyatga olib kelishi mumkin. Hozirgi sharoitda Pokiston bilan Tolibon qarama-qarshi bo'lgan sharoitda endi do'stimni do'st, dushmanim meni do'stim prinsipi da Hindiston, demak, shuning uchun ham bugungi kunda Tolibon ma'muriyati bilan yaxshi aloqani saqlab qolishga intilyapti. Mana ko'radigan bo'lsangiz, 2025-yil oktyabr oyida Amirxon Muttaqi 6 kun Hindiston safarida bo'ldi. O'sha safar doirasida ham demak tomonlar o'rtasida o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yish masalasi kun tartibga chiqqan. Endi bundan tashqari Hindiston bilan Pokiston doim Afg'oniston omilida bir-birini ayblab kelgan shu vaqtgacha. Masalan, Hindistonda tashqi razvedka bor, RAW, Research and Analysis Wings. Pokiston tomonidan doim ayblaydi Hindistonni. Ular dedi, mana shu Hindiston tashqi razvedkasi Pokiston, Afg'oniston hududida ayirmachilarni tayyorlab Beluchistonga yuboryapti degan. Pokiston tomoni. Hindiston tomoni ISIA, mana Inter-Service Intelligence, idoraviy razvedka xizmati, Pokiston razvedka xizmatini esa Afg'onistonning terroristlarni ta'minlab Kashmirga yuboryapti. Ya'ni Afg'oniston omilidan doim ikkita tomon bir-birini ayblab kelgan. Endi bugungi kunda Afg'onistonda yangi yagona ma'muriyat shakllangan sharoitida, demak, bu Hindistonga qulay imkoniyat yaratdiki, demak, bevosita munosabatlarni rivojlantirgan holda, demak, Pokistonni ma'lum bir nuqtai nazardan cheklov imkoniyatini yaratish yoki cheklovga olish. Endi qaraydi, mana Tolibon bir hukumatini o'sha paytda 3 ta davlat tan olgan edi. Bittasi ulardan biri Pokiston edi-da. Ikkinchi hukumat bilan bog'liq masalada biroz nima qildi? Ikkilanishlar bor. Bundan tashqari Tolibon ikki hukumati qaysidir ma'noda qaysidir bir davlatning proksisimi yoki bo'lmasa u mustaqil aktormi degan masala ham bugun o'rtaga chiqyapti-da. Agar bugun Pokistonga qarshi va Pokistondan mustaqil bir tashqi siyosat, mintaqaviy siyosat olib borayotganligiga qaraydigan bo'lsa, bugun qaysidir ma'noda Tolibon 2 Pokiston ta'siridan chiqib bo'lgan yoki bo'lmasa guruhning ichida juda ham katta bo'linish bor. Bitta kuzatuvchimiz savol yo'llagan ekanlar. Mana shu vaziyatga Amerika Qo'shma Shtatlari qanday aralashishi mumkin va yoki qaysi tomonni qo'llashi yoki qaysi tomon, ya'ni qanday aralashishi mumkin vaziyatga degan bir savol yo'llagan ekanlar. Endi baribir Amerika o'sha Markaziy razvedka agentligini rahbariyati Afg'onistonga yashirin tashrif buyurganligi haqida ma'lumot chiqqan edi o'tgan yili. Ya'ni bu bizga nima beradi? Ya'ni aloqa liniyalari uzilmagan Tolibon bilan, ya'ni hokimiyat tashlab ketilgan bo'lsa ham ular bilan doimiy ravishda muloqot, koordinatsiya bo'ladi. Ikkinchidan esa aynan bu yerda baribir geosiyosatga baribir ko'p narsa ortib ketyapti-da. Masalan, hozir savol qo'ydilar, ya'ni bu akt o'zi mustaqil aktormi yoki proksimi? Nazarimda Tolibon ko'p tomonlama harakat qilayotganga o'xshaydi, ya'ni o'yin qoidasi. Ya'ni kim bilan manfaat bo'lsa, unga o'ziga xos proksilik maqomini taklif qilayotgandek. Masalan, Hindiston bilan ham, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, ya'ni Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar u bilan bog'liq o'rtadagi bir sovuqlik unutilgandek. Ya'ni bu yerda hozirgi Tolibonni avvalgi Tolibondan farqli chiqadi. Ko'plab ekspertlar, kuzatuvchilar aytadiki,
hozirgisi o'ta darajada pragmatik. Manfaatlarni juda ham yaxshi biladi. Mintaqaga nisbatan, dushmanlarga nisbatan ideologik qaramaydi. Din prizmasi orqali qaramaydi. Ya'ni manfaat to'g'ri keladigan bo'lsa, masalan, olaylik o'sha muzlatilgan mablag'larni qaytarish masalasida, xalqaro tan olish masalasida muloqot olib borish mumkin. O'sha Qatardagi formatni esga olaylik. O'sha insonlar hanuzgacha o'sha aloqa saqlanib qolganligini ko'rsatadi. Ikkinchi tarafidan bu yerda baribir dunyoni hozir bir noformal tarzda tan olinmagan holatda baribir yangi bipolyar davrga kirib boryapmiz-da. Bu yerda bipolyar davrda katta davlatlar o'zaro to'qnashmaydi, ular manfaatlari ko'proq to'qnashadi. Mana shu to'qnashuv hududlaridan biri ham Afg'oniston bo'lish ehtimoli bor. Shu transchegaraviy loyihalar ko'ryapmiz, Xitoy bilan bog'lanyaptimi? Demak, bu mintaqada Xitoyning iqtisodiy ta'siri oshib boryapti. Ya'ni bu mintaqa xohladim savdo balansidagi Xitoyning ustunligi Xitoyga orientir oshishiga olib keladi. Demak, bu mintaqada muqobil kuchlarni yaratish kerak, muqobil holatlarni yuzaga keltirish kerak. Shuning uchun nazarimda Tolibon agar bu mintaqada haqiqatan davlatchilik qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, avvalo asosiy e'tiborni o'zini milliy manfaatlariga qaratishi kerak. Hozirgi holatlarda mana Hindiston ham o'zini manfaati yo'lida foydalanishga harakat qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari ham o'zini yo'lida foydalanishga harakat qiladi. Hattoki mana hozir ma'lumotlashda Isroil ham bu yerda Hindiston rahbari bilan uchrashganda xuddi shu gapni aytganki, foydalanishimiz kerak, ya'ni destruktiv kuchlarga qarshi kurashishda. Va bu o'ylaymanki, Afg'onistonga uzoq muddatli barqarorlik olib kelmaydi. Ya'ni ichki firqalanishga olib keladi deb o'ylayman. Muxtor aka, lekin bitta masala borda, e'tibor beradigan bo'lsak, mana Tolibonni o'sha bir pragmatik siyosat qilyapti deymiz yoki masalan o'zini o'sha xalqaro maydonda tan olishi bilan bog'liq masala. Lekin xalqaro hamjamiyatga bir qaysidir ma'noda ijobiy bir nima deymiz, imij yaratish uchun Tolibonni ichida unaqangi bir simpatiya yo'q-da. Mana ayollar ta'limi bilan bog'liq, boshqa masalalar qaraydigan bo'lsak, bu deylik, biroz Tolibonni o'sha xalqaro maydonda tan olishi bilan bog'liq masalalarni yana kun tartibiga olib keladi. Lekin mening o'qigan manbalarimda, ayrim o'zimning tahlillarimga ko'ra, Tolibonning ichida bugungi kunda haqiqatan bir bo'linish bor. Biroz bir deylik, o'sha ko'proq mafkuradan qochib davlat manfaatini yoqlaydigan bir guruh ham bor va mana shu mafkurani yoyishga qaratilgan va o'sha yoyishni birlamchi deb ko'radigan bir nima deyman, guruh ham bor deb o'ylayman uning ichida. O'ktam aka, nima deb o'ylaysiz? Mana shu to'qnashuv oxir oqibat katta urushga aylanib ketishi mumkin emasmi? Endi bu to'qnashuvni oladigan bo'lsak, menimcha katta oxir oqibat to'qnashuvga aylanmaydi. Men yuqorida bitta savolni nima deb berdi? Boya Amerika ham shuni to'ldirib ketadi, davom ulab ketaman. Amerika manfaatimi? Shunday. Kimni qo'llaydi yoki qanday aniq qilish mumkin? Yana bitta savol bor. Mana Tolibon hokimiyatga kelishdan eng ko'p Dohada uchrashuvlar bo'ldi. To'g'rimi? Keyin birdaniga Demokratik Islom Respublikasi quladi o'sha paytda. Undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar hamma qurollarni olib chiqmasdan shunday Tolibonga tashlab, qatta buni olib qaraganda birinchi Tolibon davrida unda terroristik tashkilot deb bunga qarshi hujum qilgan davlat shunday qurollarni tashlab shuncha miqdordagini ketdi masalan mamlakatdan. Shuning uchun aytishimiz mumkinki, mana Suhrob Bo'ronov aytgandek, Afg'oniston olim. Demak, Amerikaning Afg'onistonda strategiyasi o'sha, faqat taktikasi o'zgargan. Demak, Afg'onistondagi hozirgi ta'siri ham bevosita Tolibon orqali katta ehtimol bilan amalga oshirilyapti. Mana bu Afg'oniston mudofaa vazirliklarining emir bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi shular fonida. Demak, hozirgacha ham demak bu ikkita hozir bo'layotgan ma'lum bir to'qnashuvlar ham baribir geosiyosiy omillar Amerika ta'sirini inkor etib bo'lmaydi bu yerda. Chunki bu yerda Xitoy omili bor, Pokiston omili bor. Shu nuqtai nazardan. Endi urushga aylanib ketadimi degan masala. Katta urushga aylanib ketish ehtimoli past, sababi bu ikkita tomonda ham resurs degan masala bor. Men hozir aytishim mumkinki, agar Hindistonni orqa tomonda Pokiston orqa tomonda Hindiston bo'lmaganda, Pokiston oxirigacha olib boradi deyishim kerak. Lekin hali buni imkoniyati yo'q, chunki ma'lum bir rezervlarni Pokiston Hindiston tarafida ushlab turishga majbur. Bir vaqt o'zi ikkita frontda usha olmaydi. Shuning uchun hozirgi urushlar asosiy qurol-yarog' omborini, to'qnashuv nuqtalarini va logistikani yo'q qilishga Pokiston harbiy kuchlari e'tibor qaratadi. Menimcha keyin muzokara bilan tugaydi. Buni ikkinchi tomondan olib qaraymiz, Tolibonni bunga imkoniyat yetadi, urush oxirigacha davom ettiradi desa, Tolibonni ham o'ylaymanki, urushda bu rezerv imkoniyatlari cheklangan, bu harbiy zaxiralari. Shu nuqtai nazardan bu urush hozir ikkita tomon ham bir-biriga kimligini, sodda aytgan zo'rligini ko'rsatish uchun, mana senga qarsak bo'lsang, sen qaytarib tarsak tushira olaman deb o'zini namoyon qila olish uchun
va orqa tarafdagi manimcha Tolibon bu signali atrofdagi mintaqa davlatlarga ham mani haligacha qudratim bor, men bu ishni qila olaman degan signal ma'nosida ham bo'lishi kuchim bor. Mana shunaqa ma'nosida ham bo'lishi mumkin.